Assalomu alaykum, adasi yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Bunaqa Hozir shunaqa asabda keldim ishxonadan. Keyin gaplashamiz. Abdushukur, o'zingni ishingni bilib qilsang bo'lmasmidi? Sani deb turib xo'jayindan men gap eshitolmayman o'rtoq. Endi nima qilasan, oqilab odam asabiga tegsan. Nima qilsan? siz kayfiyatingizni ko'tarmoqchimi? Hozir asabim joyida emas, qo'y. Ishxonadan buzilib kelgan, nasring ham yo'q. Keyin gaplashamiz. Kayfiyatingizni buzishga hech narsa arzimaydi. Siqilurmang. Keyin gaplashaylik, iltimos. Baribir kayfiyatingizni ko'taraman. Men o'ylab ko'rdim. Nimani? Siz uylantirishib, xullas sizni uylantiramiz. O'zingiz xohlagan qizni olib beramiz. Bo'ladimi? O'zim sovchilikka boraman. Yo'q ketdi gaplarim. Yoqmay qolsin. Shunchaki kayfiyatingizni ko'tarish uchun aytdim. Adasi, siz doim kulib yuring. Sizga kulib yurish yarashadi. Muammoli bo'lsa-chi, har doim bo'lgan. Ularni hal qilsa bo'ladi. Agar hal qilib bo'lmasa, demak shunaqa bo'lish kerak ekanda. Siz kuchlisiz. Men bunga ishonaman. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Kayfiyatimni ko'tarishga uringan, sakinatni his qildirgan ayoldan boshqa qanday baxt bo'lishi mumkin yana? O'zi erkak kishiga shu kerakdi. Ko'chadagi muammolar, tashvishlar sabab uyga kayfiyatsiz kelganda, erkak kishini kayfiyatini ko'taradigan ayol bo'lish kerak. Muammolar bilan battar ezadigan ayol emas. Kayfiyatim ko'tarildi. Rahmat. Arzimaydi. Shunaqa kayfiyatda yuring har doim. Endi qachon uylantirasan? Hozir ertaga uylantiraman deb. Hozirlashib.